Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlarni men Jack YouTube. Bugungi videoda men sizlarni Jack YouTube to'g'ri o'zganda kontra video qo'yuvdim. Esingizlarmi? Shu video ko'p prosmotr yig'mabdi. Kontra video sizlarga yoqmadimi bilmayman. Lekin shunday Minecraft video olmoqchi bo'ldim. Mana Minecraft o'ynayapman. O'zi qurib qo'yuvdim. Chunki keyingi videolarda bundaydan seriya tushirishim mumkin. Do'stim bilan bu yerda kartina qo'yib qo'yaman. Ya'ni rasm qo'yib qo'yaman, chunki rasm nimaga bitta rasm tushyapti? Kichkinaroq rasm tushgan. Katta rasm tushyapti-yu faqat. Ya'ni kichkinaroq bunday rasm ham bermaydimi? Mayli. Nima qilamiz shunday rasmlar bir. Mana u menga kerak emas. Ko'rsatam. Nima qilishni? Bitta yo'q. Yo'q, unda qilib bo'lmaskan. Faqatgina bitta rasm. Mayli. Mana unda bunday xarita degan ruschasiga nima deydi? Lekin bumaga ekan. Menga bunga bu ham bumaga emas. Mayli. Nima deydi? Menga bunday shkaf kerak. Shkaf. Bunday. Mana bu yerda gultuvak turadi. Gultuvak. Yo'q. Dragonni kallasi turadi. Bunday qilib o'tiramiz, qo'yamiz. Dragon kallasi turadi. Keyin bu yerda xarita. Xarita nima deydi? Xarita qiladigan narsa qani? Mayli, uni bilmayman men, shuning uchun bu yerga bir narsa ilib qo'ysam bo'ldi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bitta narsa lifehack ko'rsataman, lekin bu chiroyli bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun unday rasmlar chiqmasligini qo'shishim mumkin. Bu kak o'xshamaskan. Mayli. Kerak emas. Hozir bir narsani rasmini qo'yaman. Hozir buni bitta olaman-da. Qo'yaman, shu turadi. Voy, bu turaversin. Katta narsa surati bo'lsin deb. What the fuck, big? What the fuck? Namuncha kattalar tushyapti menga. Yo. Sal kichkinaroqlari tushsa bo'lmaydimi? Mana u nimaga bu yoqqa tushmading-a?
Bu yoqda faqat bittalar tushyapti-yu. Mana shundan bo'ldi. Hozir sizlarga ko'rsataman qanday. Mana senga. Bo'ldi. Kam Minecraft o'ynayotgan bo'lasan, men deylar Minecraft turibdi. Keyin bizga bu yerda voy kichikroq rasm yo'qmi? Mayli shunday yerlarda turaversin. Endi bizga hozir bu yerda ovqat pishiradigan versta, pechka va bunaqa va gul degan nima deydi? Nima deydi gul degan? Mak. Okey, mak ekan. Bo'ldi, bilib oldik. Keyingida maktab qidiramiz. Men hali 2-sinfman, bilib olinglar. 3-sinfga o'taman. Mak qo'yamiz. Hozir tez mana sunduq bilan mana ularni qo'yib oldik. Sunduqda mana bunday qo'yib oldik. Короче, nima qoldi? Uyga sirtim nima bu bizlarda mana bunday uy. Keyingida sal o'zgartirish kiritsam, sirtiga masalan yarim blokni nima deydi? Yarim blok ber, yarim blok. Mana bunday yarim blok bor. Bu bloklarni men hozir bunda qilib chiqaman. Ikkinchi qismi ham chiqadi, lekin buda bizlar bino quramiz. Katta uzun bino, bu uy. Suv shahri degan video. Suv ustida joylashgan uylar. Shahar. Nima bo'lsa ham baribir. Nom suv bo'ldi. Lekin suv bo'lsin. Hozir taqlab turib qo'yamiz. Keyin bunday yerlarga kirgan yerga gul to'qib qo'yamiz, chunki bizning uyimiz o'simliklar bilan boy bo'lishi kerak. O'tirib olib kompyuterni bosib o'tirasan. Hozir to'xtab turinglar, bunday narsa kerak menga. Hozir bosadigan, qani bosadigan. Ustim bosadigan bor edi. Mana. Topdim, mana olaman. Keyin menga unday ustim bosadigan bor edi. Mana topdim. Keyin bunday, keyin bunday. Bo'ldi. Ko'cha. Bugungi videomiz shundan iborat edi do'stlar. Like bosib, obuna bo'lib ketishlar ham bo'laveradi. Do'stlar, bugungi videom tugadi. Sizlarga bitta narsa aytib ketaman. Bu Minecraft videom ko'p like bo'lsa, ko'p obunachi yoki ko'p like kelsa, buni ikkinchi qismini olaman. Shuning uchun ko'proq like bossangiz, obuna bo'lamiz. Like bundan ko'proq tezroq yig'iladi. Shuning uchun tezroq like bosib ketamiz. Lekin obuna ham kerak. Bugungi videom shundan iborat edi.
Sizlar bilan bo'lganman. Jakko YouTube.